Uy ishlarida ayolingizga qarashsangiz, osmonlar qadar yuksalib ketgan qadringiz pasayib qolmaydi. Uyda biron narsa buzilib qolsa, uni tuzatib qo'ysangiz, baland darajangiz quyilib qolmaydi. Bolangizning darsiga qarashib yuborsangiz, sharafingiz ketib qolmaydi. Ro'zg'orga kerakli narsalarni sotib olib kelsangiz, viqoringiz yo'qolib qolmaydi. Ayol kishi har qanday vazifani zimmasiga yuklasangiz u bo'laveradigan, qo'l ostingizga topshirilgan jangchi emas. Ayol sevishga, e'tiborga muhtoj bo'lgan nozik xilqatdir. Uni sevishingiz erkakligingizni pasaytirib qo'ymaydi. Eng rost sevgi amalda bo'lgan sevgidir. Ko'mak berish, suyanchiq bo'lish, g'amxo'rlik qilib yelkasini tutish bilan namoyon qilingan sevgidir. Eng yolg'on sevgi esa quruq gapdan boshqasiga o'ta olmaydigan sevgidir. Baxtli oila o'z-o'zidan bo'lmaydi. U birgalikda quriladi. Shu sabab saodatli oilasi bo'lishni istaydiganlar uchun 6 soatlik audio kitob tayyorlab qo'ydim. Biodagi havola orqali o'tib, islomda oila, muammo va yechimlar audio kitobini hoziroq tinglashingiz mumkin.